Aziz teletomoshabinlar, biz davom etamiz. Albatta. Va studiyamizga mehmon tashrif buyurib ulgurganlar, ularni tanishtirib o'tsak. Qizg'in suhbat bo'ldi va biz dasturni boshlamasdan avval mehmonimiz bilan ajoyib suhbatni amalga oshirdik. Shu sababdan rejissorimizni bizga bergan komandalarni ham hattoki eshitmay qolibmiz. Mazmunli suhbat bo'lganligi uchun. Xuddi shunday. Ana shu suhbatni azizlar sizlarga ham taqdim etamiz. Suhbatdoshimiz Toshkent davlat yuridik universiteti huquq va texnologiyalar sho'basi o'qituvchisi Xushnazar Jo'rayev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Katta rahmat taklif uchun. Ushbu ko'rsatuv davomida qiziqarli va manfaatli fikrlar berishdan xursand bo'laman. Qisqacha o'zim haqimda aytib o'tadigan bo'lsam, hozirda Toshkent davlat yuridik universiteti huquq va texnologiyalar sho'basi o'qituvchisiman. Bakalavr yo'nalishini Toshkent davlat yuridik universitetida, magistratura bosqichini esa AQShda joylashgan dunyoning top 82 universiteti hisoblanadigan Pensilvaniya davlat universitetida o'qiganman. Undan tashqari 1 yil davomida o'sha yerda amaliyot ham o'taganman. Ajoyib. Bugungi kunda aynan Toshkent davlat yuridik universitetida kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha dars berasiz. Kiberjinoyatlar bo'yicha. Asosan kiber huquqi, kiber jinoyat huquqi va kiber xavfsizlik. Ya'ni huquqni texnologiyalar bilan bog'lagan holda o'qitish. Bugungi suhbatimiz ham aynan mana shu mavzuda bo'ladi. Sizni bejiz taklif qilmadik, chunki kiber jinoyatlar, kiber xavfsizlik, kiber huquq bugungi kunda aktual mavzu, kerakli mavzu va ayni shu maqsadda ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-2030 yil uchun mo'ljallangan kiber xavfsizlik strategiyasi tashkil qilindi. Keling, dastlab suhbatimizni mana shu haqda boshlasak. Rahmat savol uchun. Prezidentimizning demak 38-sonli farmonlari mavjud. 2026-yil mart oyida demak qabul qilingan. Aynan mana shu farmon asosida 2026 va 2030-yillarga mo'ljallangan kiber xavfsizlik strategiyasi ishlab chiqildi. O'zi strategiyalarda asosiy maqsadi nima deyilsa, biror bir muammo bor, uni yechimini biz taklif qilishimiz kerak. Masalan, kiber xavfsizlik strategiyasini qabul qilishga sabablar nima deyilsa, o'sha ortib borayotgan kiber firibgarlik hodisalari. Nafaqat bu demak fuqarolarga, balki hattoki davlat saytlariga nisbatan amalga oshirilayotgan kiber hujumlarni kamaytirish va o'zimizda ushbu tahdidlarga immunitet shakllantirish maqsadida ushbu strategiya qabul qilingan. Ya'ni bizni 2030-yilgacha ustuvor yo'nalishlarimiz aynan kiber xavfsizlik sohasida. Masalan, ba'zi bir kutilayotgan va amalga oshirilgan o'zgarishlar haqida aytadigan bo'lsam, bizda demak Adliya vazirligi, Energetika vazirligi va Soliq qo'mitasida alohida kiber xavfsizlik bo'limlari tashkil etilmoqda. Bu bo'limlardan asosiy maqsad, xususan Adliya vazirligida asosiy maqsadimiz xorijiy tajribani o'rgangan holda kiber tahdidlarga kurashishni qonun loyihalari doirasida ishlab chiqish va uni demak tasdiqlashdan iborat hisoblanadi. Yoki bizda kutilayotgan o'zgarishni aytadigan bo'lsam, 2026-yil oktyabrda, mana biz yaqin qoldi. Demak, davlat organlari yoki boshqa mansabdor shaxslar agarda kiber xavfsizlik qoidalarini buzadigan bo'lsa, ularga nisbatan javobgarlik qo'llaniladigan bo'lyapti. Asosan deylik, fuqarolarda shunaqa pozitsiya bo'lishi mumkin. Davlat organlariga yoki mansabdor shaxslarga ham agarda qoidalarni buzsa javobgarlik belgilanadi. Albatta belgilanadi. Mana bu oktyabrda kutilayotgan qonun loyihasida aynan o'sha javobgarlik masalalariga javob taqdim etiladi. Ya'ni nafaqat u fuqaro bo'lsin, balki mansabdor shaxs bo'lsin, ularga nisbatan ham javobgarlik choralari ko'rilishi kutilmoqda. Tushunarli. Xushnazar, biz kiber jinoyat, kiber xavfsizlik degan so'zlarni, atamalarni ko'p eshitganmiz, lekin kiber huquq deganiga to'g'risi kam duch kelamiz. Aynan mana shu kiber huquq nima ekanligini to'liq kiber huquq jam ajoyib savol bo'ldi. Kiber huquq bu yangi yo'nalish aslida. O'zi huquq yo'nalishlarini ajratishda fan o'rganadigan obyekt bo'lish kerak. Kiber huquqda nima o'rganiladi deyilsa, axborot texnologiyalari yoki kiber makonda sodir bo'ladigan munosabatlar yoki huquqbuzarliklarni o'rganish. Masalan, firibgarlik ikki xil usulda sodir qilinishi mumkin. Masalan,
firibgarlik bu sizni ishonchingizni suiiste'mol qilib pulingizni o'g'irlashi mumkin yoki bu axborot texnologiyasidan masalan telefon kompyuterdan foydalangan holda sodir etilishi mumkin. Ana shu ikkinchi misolimiz aynan kiber huquqni demak predmeti hisoblanadi. Asosiy qisqa ta'rif bo'ladigan bo'lsa, kibermakonda axborot texnologiyalari yordamida sodir etilgan huquqbuzarliklarni va umuman munosabatlarni o'rganadigan fan. Tushunarli. Kiber firibgarlik haqida ham o'zingiz ma'lumot bering. Kiber firibgarlik demak bizda asosiy muammo, masalan, ba'zi statistik ma'lumotlar bor. 2025-yilda 2 trillion so'mga yaqin fuqarolarimizga zarar yetgan. Aniqroq sonda aytadigan bo'lsam 1 trillion 890 milliard so'm. Bu juda ham katta summa. To'g'ri. Va bu summani kamaytirish uchun bizda asosan o'sha qonunchilik hujjatlari tayyor bo'lishi kerak, asos bo'lishi kerak. Undan keyin biz o'sha javobgarlik masalalarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Shu sababdan bu juda ham kiber firibgarlikning endi turlari ko'p. Masalan, phishing turi bor. Sizga havola yuboriladi. Siz agarda havolani bilmasdan bosadigan bo'lsangiz, sizning telefoningizga ularda dostуп paydo bo'ladi. Buning natijasida xohlagan ishini qilishi mumkin. Siz telefoningizga ulangan har qanday ilovadan foydalanishi mumkin. Sizning telefoningizda mavjud masalan Telegram, Instagram akkauntlaridan boshqa shaxslarga xabar ham yuborishi mumkin. Boshqa turlari ham bor. Ular demak hozirda qonunchilikka kiritilishi kutilmoqda bu o'zgarishlar ham. Asosiy maqsadimiz mana shu fuqarolarimizga yetayotgan zararni kamaytirish iloji boricha. Chunki yuqorida aytib o'tilgan miqdorlar biroz achinarli va katta. To'g'ri. Aynan yuridik universitetida kiber huquq yo'nalishi yangi yo'nalish bilishimcha, to'g'rimi? Aynan mana shu yangi yo'nalishda siz o'quvchilarga dars o'tyapsiz. Ularga asosan mana shu umuman olganda bu dasturga kiritilishi, o'quv dasturiga kiritilishidan maqsad kelajakda kiber jinoyatchilik qurboniga aylanadigan fuqarolar huquqini himoya qilishmi yoki bu jinoyatlarni oldini olishmi o'quvchilar oldiga qo'yilgan masala? To'g'ri javob beradigan bo'lsam, ikkalasi ham. Sababi kiber huquq biz tushunib turibmiz hozirgi suhbatdan texnologiya bilan bog'liq. Bizda prezident farmoni 232-sonli asosida 2025-yilda qabul qilingan yangi raqamli huquq yo'nalishi uchun qabul boshlangan allaqachon va ta'lim tili ingliz tilida bo'ladi 2026-2027 o'quv yilidan boshlab va ular IQ test ham topshirishadi, ya'ni majburiy fanlardan tashqari. Bu yerda asosiy o'sha o'qitiladigan fanlarga e'tibor beradigan bo'lsak, nafaqat huquq, balki masalan IT yo'nalishiga tahsil olishadi yoki kiber xavfsizlik bo'yicha fundamental bilimlarni egallashadi. Aynan mana shu raqamli huquq yo'nalishi talabalari. Va kelajakda ular kim bo'lib yetishadi, qanday mutaxassis bo'lib yetishadi deyilsa, birinchi navbatda raqamli huquqshunos degan bir yangicha termin paydo bo'lgan. U nafaqat huquq tizimini, balki texnologiyani ham juda yaxshi tushunadi. Masalan, deylik, siz telefoningizdan yuqoridagi holat amalga oshirilsa, dalillar to'plash kerak. Dalillar to'plashni ham huquqdan xabardor, ham texnologiyadan xabardor bo'lgan mutaxassis amalga oshirmasa, xato qilib qo'yishi mumkin. Chunki ushbu dalillarni yo'qotish ham soniyali amalga oshirilishi mumkin boshqa firibgarlar tomonidan. Shu sababdan ham huquqni bilish kerak, tartib taomillarini, ham texnologiyadan qayerda qanday foydalanishni bilish lozim. Tushunarli. Bugungi kunda universitetlarda dual ta'lim tizimi joriy etilgan. Bilishimizcha, Toshkent davlat yuridik universitetida ham bu amaliyot joriy etilgan. Ya'ni aynan mana shu talabalarni ham amaliyotda, ham universitetda tahsil olishlari uchun, umuman olganda universitetda o'rgangan bilimlarini amaliyotda o'sha o'quv jarayonini o'zida qo'llashlari uchun, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozirda dual ta'lim, demak, yuridik universitetida sinovdan o'tkazilmoqda desam bo'ladi. Ya'ni qanchalik o'z natijasini beradi. O'zi dual ta'lim nima degan savolga javob beradigan bo'lsam, bu fanlarning xususiyatidan kelib chiqqan holatda ham nazariya, ham amaliyotni o'qitish. Masalan, biz yuridik universitetda 4 yil davomida bakalavr yo'nalishida o'qiymiz. Birinchi yilda fundamental huquq fanlari o'qitiladigan bo'lsa, 2-chi, 3-chi va 4-chi kursdan boshlab amaliyotni joriy etish, ya'ni masalan advokatura fani mavjud yoki kiber huquq fani. Aynan advokatura sohasida amaliyotga
jalb etish. Masalan, biror bir advokatga biriktiramiz, o'sha advokat yordamida sudga ariza yozish masalalarini, sudda qatnashish bo'yicha real keyslar bilan shug'ullanish mumkin bo'ladi. Yoki kiber huquqqa qaytadigan bo'lsak, bizda mavjud kiber xavfsizlik markazlari da amaliyot o'tashi mumkin. Tushunarli. Xushnazar, yana bir savol tug'iladi. Mana siz AQShda tahsil olgansiz. AQShda texnika, texnologiya rivojlangan. Shu o'rinda deylik aholining savodxonligi, ya'ni aynan IT dan foydalanish, texnologiyalardan foydalanish savodxonligi ham yuqori. Endi rivojlanish qayerda yuqori bo'lsa, u yerda o'z o'rnida aynan mana shu kiber jinoyatlar soni ham ko'p bo'ladi. Bunda AQShda qanday amaliyot qo'llaniladiki, ular ana shu aholi deylik kiber jinoyatlarga kamroq duch kelishi borasida? Juda ham dolzarb savol. Ya'ni qanday choralar ko'rilgan xorijiy davlatlarda bu firibgarlikni kamaytirish uchun? Birinchi navbatda u yerda demak mana shu jarayonlar boshdan kechirilgan. Xuddi bizdagi holatlar. Ya'ni birdaniga birinchi qadamdan 10-qadamga o'tib qolmagan. 1, 2, bosqichma-bosqich bo'lgan. Ularda ham xuddi shu holatlar sodir bo'lgan. Asosiy qo'llaniladigan vosita bu yerda fuqarolarni xabardor qilish. Ya'ni SMS xabarnomalar orqali. Ularda shunaqa tizim bor. Masalan, SMS yuborish shart emas, telefonni o'ziga ham nima sim kartamiz yo'q, tasavvur qiling. Telefonni o'ziga ham xabar kelishi mumkin, to'g'ridan to'g'ri. Masalan, sodir bo'lgan o'zimizda o'sha momaqaldiroq oldidan 20 minut oldin, xoh bu sim kartasi bor telefon bo'lsin yoki yo'q, oldindan o'sha xabardor qilingan uylarga kirishligi haqida. Xuddi shunaqa tizim qo'llanilgan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham. Masalan, har qanday jinoyatga qarshi kurashishda asosiy yo'li bu xabardor qilish. Aynan shu yo'ldan foydalanilgan. Bizda bu holat ham joriy etilgan. Masalan, e'tibor bergan bo'lsalaringiz mumkin, metro stansiyalarida, avtobuslarda va boshqa reklama binolarida masalan kiber firibgarlardan himoya choralari yoki tavsiyalar taqdim etilgan. Tushunarli. Suhbatimiz so'ngida Xushnazar yurtdoshlarimizga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz, aynan kiber huquq bo'yicha mutaxassis sifatida? Mutaxassis sifatida albatta. Bizni o'zbek maqollarimiz va ibratli so'zlarimiz bor. Nima deydi? Tekin ovqat qarmoqda bo'ladi deydi. Demak, mana shu qoida asosida ishlashimiz kerak. Ya'ni tez pul topish ketidan yoki tez boyib ketish maqsadida har qanday havolalarga yoki shaxslarga ishonib qolishdan qaytarardim, e'tiborli bo'lishni tavsiya qilardim. Chunki mana bu firibgarliklar barchasi inson psixologiyasini o'rgangan holda amalga oshiriladi. Bu ingliz tilida o'sha social engineering deyiladi, ya'ni ijtimoiy muhandislik. Psixologiya o'rganilgan holda firibgarlik amalga oshiriladi. Bo'lmasa unga ishonib qolmasdi odamlar. Shu sababdan yuqorida aytib o'tganimdek, tekin yegulikdan, tekin nima deydi, oson pul topishdan saqlanishimiz kerak. Hammasi mehnat ortidan bo'ladi. Chunki osongina pul topish hech qayerda mavjud emas. Faqat mehnat, o'qish va intilish kerak. Xuddi shunday. Rahmat. Katta rahmat sizga Xushnazar. Tashrif uchun minnatdormiz. Sizni yana studiyamizda kutamiz. Mazmunli suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. Sizlarga ham katta rahmat. Aziz teletomoshabinlar, biz esa davom etamiz. Bizda reklama. Reklamadan so'ng qaytamiz. Marhamat.